Tabrikimiz Halil otamızı. Bazı yakınlar tabrikler konuşlar mümkün Halil otamızı. Salomat onamızı ham tabrikimiz. Tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Sarbolar muborak bo'lsin. Do'stlar nomidan. Halil ota tabrikimiz muborak bo'lsin. Salomat ona sizni ham tabrikimiz quvonch kunlar bilan. Chiroyli qarsaklar bo'lsin. Tabrikimiz shukrona kunlar muborak bo'lsin. Bugun Halil otamizni qutlug' 60 yillik yubiley to'ylari bilan, tavallud ayyomlari bilan tabriklab keldik. Quvonch kunlarda barcha farzandlari, o'g'il qizlari, kelinlar, nevaralar nomidan tabriklab keldik. Quvonch kunlar muborak bo'lsin Halil ota. Farzandlar baxtiga, yaqinlar baxtiga doimo sog' salomat bo'lib turgaysiz. Endi to'nni yechib qo'yavering endi issiqda. Salomat ona sizni ham tabrikimiz. Turmush o'rtog'ingizni quvonch tomonlari bilan birgalikda shu farzandlaringizni o'stirayotgan nevara o'g'il, nevara qizlaringizni rohatini ko'rib birgaysizlar. Mana do'st yorlaringiz tashrif buyurdilar quvonch kunlaringizda. Doimo shu do'st yorlaringizni quvonch kunlarida sizlar ham qatnashib, quvonchlarga quvonch qo'shib birgaysizlar doimo. Dardni dard deb bilmagan otam,
qaddi sira sinmagan otam, farzandlari iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, loydan qo'li chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas oxi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam, bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, umrim tirab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam deya Halil otamizni farzandlar nomidan qutlab tabriklab qolamiz. Allohning sevimli bandasi bo'ling. Baxt va omad bilan yuzlarga kiring. Dunyolar saodat sizga bir tilak. Tavallud ayyomingiz Halil ota muborak bo'lsin, tabrikimiz. Mana bugun Halil otamizni quvonch kunlarida juda ko'p yaqinlari bilan do'stlari, Salomat onamizni ziyofatkashlari tashrif buyurganlar, yaxshi tilaklar bilan ko'p tabriklarni do'stlardan eshitganda. Marhamat. Assalomu alaykum. Xayrajona. Biz oldish yoshlik bo'lganligim. Shu bog'larni o'ynab kulayverib. Yurtda o'tirganlar hammamiz tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Bu bog'larni 100 yoshlardan chiqib teatrda ishlaydigan Soğuk. Sağlık bilen tüm kardeşi, babalarımızdan, çoluklarımızdan toylarını görüşme nasip etsin. Hayırlı alkış soruyu tebriklerim. Sağlık çıkanlar tüm kardeşimle, kızlarımın, bağlarımın rahatını görüp, artık çocukları birge bağlı oturumu, soğuğumdan teşekkürler edeyim. Hayırlı eke, şu tavalludunuz kutlu olsun. Xudayım şu çıkanımız bilen din kardeşi koşalak fillerinin ortasında oturup aktık, çağlık, yoluklar suyup, hacana, hacata boş nasip etsin. Niyetlerinizi yitirin. Hemen sizlerle koşulamam. Olanın baktı olanlar, o yakılığından hem var. O gibi. Her kimning ham sochlariga oq tushsin, adil tushsin, yuzlariga dog' tushsin. Har kimning ham quvvat yetib belida, qo'llariga asalib tayoq tushsin. Iymoni pok yuzlar bilan yuzlashib, to'ylar qilib yelkasidan tog' tushsin. Har kimga ham so'nggi safar oldidan o'z bolasini qo'lidan tuproq tushsin. Allah salomatman ten qartash, bog'alarning rohatini ko'r, salomatlik. Vaqtli bo'l, yunivers 60 yaş yubileyimiz bilen tebrikliyman. Tem kardeşi bir öğrenler. Akta, çağlık, görüp yürümek nasip etsin. Ezemetlenen toylarına gelip oturmak nasip ediyorsun. Halil'e salamet, sizler tebrikliyman. 100 yaşlık üniversitelerim şimdi tüp hemen istek gelip
tebriklep oturmak nasip etti. Xudoyim kullarımızın toylarından ham, gelin alıp artıqlarsın toylarından şunu yaxshi günlerde oturmak nasip ettirsin. Ailaka, tavallud ayağımız bilen təbrikliyəm. 60 illik yubileyimiz bilen Xudoyim salametinden ten qardaşıb, gelin alıp artısı yiyip oturğaz. Farzandlarına rahatını görmek nasip etti. Teşekkür ederim. Allah nasip etsin. Ben muaf şunlar yaxşı günde toylara gidiyorum. Allaka tuğan kısmen tebrikliymen. Xudoyim yine bir 60'lı görgeysiz. Çıkanım ben sen kardeşim, gününü alıp artıqlar siyip oturgaysız. Köptün tilegine koşulamam ben. Rahmat, katta rahmat. Yaxshi tilaklaringizga qo'shilamiz. Marhamat, yaqinlardan eshitamiz endi yaxshi tilaklarni. Assalomu alaykum. Ko'mli sultaşları, yavruları. Sağ-salamatlıklarını, münəqqərin tutmanırken 60 yaşlı olmadığını, yubileylerin mübarek olsun. Xudoyim peygamber yaş bergey, salamet bilen karışıp oturgayslar. Ekemnin, apamның yaşını bergey Xudoyim. Sizlerge en sağlık, sıhhat, salametlik bilmen. Atlarına şu yaşlara yetip otururken Xudoyim. Tebrikliymen. Rahmat, katta rahmat. Endi tabriklash uchun qizlardan eshitamiz. Rahmat. Elimizde sağ selamet ol bilirse. Hemşe inşallah tavus bulup bakamızda siyenge tavus bulup bilirse. Təbrikliyəm. Yenge makbulat şunda bu vaxtda. Dayı tebrikliyim. Sağ salamet yürüyesler. Çiçeğe tebrikliyim. Sağ salamet yürüyesler Xudoyim. 100 yaşta okuyup sağ salamet yürüyesler. Kardeşler namından tebrikliyim. Sağ ol yürüyesler. Rahmat, katta rahmat. Sog' bo'lsizlar, dadajoningiz, onajoningiz baxtingizga. Endi tabriklash uchun ayollarga yuzlanamiz. Salomat onamiz tabriklaydi quvonch kunlarda. Marhamat. Ben təbrikliyəm. Devletin bayligim elimde sağ salamet yürgey. Ben kulağımdan, bağlarımın vaxtına, benim vaxtıma sağ salamet elimde yürgey. Bir kardeşlerimiz, kegeler için vermezse rahmet. Silah kilise. Yaxshi kunlar hamroh bo'ling. Yaxshi kunlar hamroh bo'ling. To'ylaringizga yaxshi kunlarga bosh qo'yishingizga o'rtamizda mehr-rahmat yo'q bo'lmasin. Tabriklayman. 100 yoshlarga salomat yuragaysiz. Azamat bilan G'ulomning nomidan tabriklayman. Doim sağ salamet yuragaysiz ularning baxtına. Rahmat, katta rahmat. Hoji ota, hoji ona bo'y berishlik nasib qilsin. Chiroyli qarsaklar bo'lsin, tabriklaymiz. Endi so'z navbatini Halil otamizga beramiz. Tabriklab kelgan barcha do'st, qadrdonlarga bo'lgan, qolaversa farzandlarga, o'g'il qizlar, kelinlarga bo'lgan, meyorlarga bo'lgan tashakkurlarni bildirib qo'yishlarini mumkin. Rahmat. Rahmat. Niyatlaringiz bizga yetib kelsin. Quvonch kunlarda endi bir chiroyli suratlarga shu bo'lsak qo'llar atamizdan.